Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan ChatSva yoki eski nomi mashhur bo'lgan ChatSvask shkalasi haqida gaplashamiz. Bilmishlar fibrillyatsiyasi ishemik insultning asosiy hisobchilaridan biri aniqlangandan keyin, ya'ni bu voqea o'tgan asrning 80-90-yillarda yuz bergan. Ya'ni o'sha paytda bilmishlar fibrillyatsiyasi tromboemboliya xavfini oshirishi aniqlangan. Va shu narsa aniqlangandan keyin aynan qaysi bemorlarda tromboemboliya xavfi yuqoriroq ekanligini baholash ehtiyoji tug'ilgan. Ya'ni bunday bemorlarga antikoagulant davo boshlash kerak, trombga qarshi davo, va aynan qaysi bemorda trombga qarshi davoni antikoagulant davoni boshlash kerak degan savol qo'yilgan mutaxassislar oldiga. Va shu sababli tromboemboliyani baholash uchun olimlar tomonidan bir qancha ko'plab shkalalar ishlab chiqilgan. Bular orasidagi eng ko'p qo'llanilgani, eng ko'p tadqiqotlarda ishlatilgani va eng ko'p dalillarga ega bo'lgani aynan ChatSva shkalasidir. Bu avval birinchi yaratilganda ChatSning o'zi bo'lgan. Bu 2010-yillarda. Undan keyin ChatSvask qismi qo'shilgan. Shu 2010-yildan 2020-yilgacha bo'lgan oralig'ida ishlatilgan. Va hozirgi kunda shu SK qismi olib tashaldi va ChatSvaning o'zi qoldi oxirgi qo'llanmalarda. Demak, bugun sizlar bilan aynan shu shkala haqida gaplashamiz. Ushbu mavzudagi barcha ma'lumotlar 2024-yilgi Yevropa kardiologlar jamiyatining bo'lmishlar fibrillyatsiyasi menejmenti bo'yicha qo'llanmasidan olingan. Ushbu qo'llanmada ChatSva uchun mana bunday jadval berilgan. Bu yerda ko'rishimiz mumkinki, ChatSvadagi har bitta harf bu akronim hisoblanadi, ya'ni qisqartma. Har bitta harfning ortida alohida bir atama va alohida ball turibdi. Har biri uchun 1 balldan, tagida 2 belgilanganlar uchun 2 balldan beriladi. Va oxirida mana shu ballar qo'shiladi. Hozir sizlar bilan shu har bitta harfni alohida ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi C. Chronic heart failure, ya'ni surunkali yurak yetishmovchiligi. Bu surunkali yurak yetishmovchiligi simptomlari va belgilari bor bemorlar. Bunda agarda yurak yetishmovchiligi simptomlari va belgilari bo'lsa, chap qo'lcha otish fraksiyasining ahamiyati mavjud bo'lmaydi. Ya'ni yurak yetishmovchiligi kamaygan otish fraksiyasi bilan, yurak yetishmovchiligi biroz kamaygan otish fraksiyasi bilan yoki yurak yetishmovchiligi saqlangan otish fraksiyasi bilan bemorlar, agarda ularda simptomlar va belgilari mavjud bo'lsa, 1 ball beriladi. Yoki simptomlar mavjud bo'lmasa, otish fraksiyasi 40% ga teng yoki undan kam bo'lsa ham 1 ball berishimiz mumkin bunday bemorga. Keyingisi H. Hypertension. Bu kamida 2 marta tinch holatda o'lchangan qon bosim 140 yoki sistolik 140, diastolik 90 mm/s ustidan yuqori chiqqan bo'lsa, yoki bemor hozirda antigipertensiv davo qabul qilayotgan bo'lsa, bunday holatda 1 ball beramiz bu bemorga. Bu yerda yana qo'shimcha ma'lumot berib ketilgan. Yirik yurak qon tomir hodisalari xavfi eng pastligi, ya'ni qon bosimini ichida ushlasak, qon tomir hodisalari eng past bo'ladi. Bu 129 sistolik va diastolik 70-79 mm/s ustidan bo'lishi bu optimal qon bosimi hisoblanadi va shunday oralig'ida ushlash yirik yurak qon tomir hodisalari xavfini eng pastki darajada ushlashga imkon beradi. Yoki bu darajaga tushira olmasak, asosli ravishda ushlash mumkin bo'lgan eng past ko'rsatkich. 130-140 ham ushlashimiz mumkin agarda bundan pastga tushirishga imkonimiz bo'lmasa, sababimiz bo'lsa o'sha yuqori ushlashga. Shunda yuqoriroq ham ushlashimiz mumkin. Bu H belgisi, bunda 1 ball ketadi gipertenziya. Keyingisi A. Age 75 dan yuqori, 75 ga teng va 75 dan yuqori. Yosh bu ishemik insult xavfining mustaqil aniqlovchisi hisoblanadi. Yoshga bog'liq xavf davomli bo'ladi, ya'ni 71 yoshda bir kichikroq xavf bemorda, 75 yoshda, 80 yoshda, 90 yoshda va boshqa darajadagi xavf bo'ladi. Lekin amaliyotda ishlashga qulay bo'lishi uchun, ya'ni 80 yoshga alohida ball, 75 ga, 76 ga alohida ball chiqish amaliyotga noqulay bo'lgani uchun amaliyotni qulaylashtirish maqsadida 75 ga teng va undan yuqori barcha bemorlarga 2 ball berishi belgilangan mutaxassislar tomonidan. Keyingi
Keyingi harfimiz diabetes mellitus. Bu hozirda qabul qilingan kriteriyalarga mos keluvchi qandli diabet. Ya'ni qandli diabet tashxisi qo'yishimiz uchun mavjud kriteriyalar bor. Bu kriteriyalar vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Va hozirda oxirgi kriteriyalarga mos tushuvchi qandli diabet bo'lsa, bu birinchi tip yoki ikkinchi tipligidan qat'iy nazar yoki glyukozni kamaytiruvchi dorilar bilan davolanayotgan bemor bo'lsa, bunday bemorlarga 1 ball beramiz. Keyingisi S. Prior stroke arterial thromboembolism. Ya'ni avval insult o'tkazgan bo'lsa, tranzitor ishemik xuruj o'tkazgan bo'lsa yoki arterial tromboemboliya o'tkazgan bo'lsa bemor. Bunda avval tromboemboliya o'tkazganlarda tromboemboliyaning qaytalanish xavfi yuqori bo'ladi va shu sababga ko'ra bunday bemorlarga 2 ball berish tavsiya qilingan. Shu chatsidagi ikkinchi S tagida yozilgan. Bunday bemorlarga 2 ball beriladi. Va vascular disease, tomir kasalligi. Bu anchagina uzun. Tomir kasalligi yurak yoki periferik tomir kasalligi bo'lishi mumkin. Yurak kasalligi bo'lsa, bu koronar arteriya kasalligi, jumladan o'tkazilgan miokardiy infarkti, stenokardiya, anamnezda koronar revaskularizatsiya, ya'ni stentlash yoki koronar shunitlash amaliyoti o'tkazilgan bo'lsa, yoki angiografiya yoki boshqa turdagi shu koronar tomirlar angiografiyasida sezilarli darajada koronar arteriya kasalligi, ya'ni yaqqol stenozlarning mavjudligi yoki periferik tomir kasalligi, jumladan interlochic claudifikatsiya, ya'ni jismoniy mashq bajargan oyoqlarni og'rib qolishi, periferik tomir kasalligi uchun revaskularizatsiya o'tkazilgan bo'lsa bemor yoki qorin aortasida ter orqali yoki xirurgik aralashuv bo'lgan bo'lsa yoki vizualizatsiyada murakkab aorta plakchasi bo'lsa, bu plakcha qanday farqlanadi deyishiga keltirib ketilgan. Aorta plakchasining harakatchanligi, yaralanish darajasi, pedunkulyasiyasi yoki qalinligi 4 mm katta bo'lishi kabi xususiyatlari bilan shu murakkab yoki murakkab emasligi baholanadi. Va bulardan har qanchasi biri bo'lsa, ya'ni bir donasi bo'lsa ham 1 ball beriladi. Hammasi bo'lsa ham baribir 1 ball beriladi vaskular disease uchun. Keyingisi A, chat sifatidagi oxirgi A. H, bu ham H, faqatgina 65 dan 74 yoshgacha. Bu 75 va undan yuqori yoshlar edi. 65 yosh 74 yosh orasidagilar uchun 1 ball beriladi. 75 dan yuqori bo'lsa 2 ball, 65-74 orasida bo'lsa 1 ball, 65 dan kichik bo'lsa 0 ball. 0 ball berilmaydi. Endi hozirgi paytda olib tashlangan SK, sex kategoriya. Bunda ayol jinsi uchun 1 ball berishi tavsiya qilingan avvalgi tavsiyalarda Chats shkalasida. Lekin amalda bu narsa qo'llanilmagan. Ya'ni amalda agarda ayollarda Chats 3 dan yuqori bo'lsa, erkaklarda Chats 2 dan yuqori bo'lsa, yuqori tromboemboliya xavfida deb hisoblangan. Ya'ni agarda shu SK ni olib ikkovda ham 2 qolgan. Shuning uchun ikkovidan ham bir xil ball qolgan. Ya'ni avvalgi tavsiyalarda Chats 6 kategoriya kiritilgan bo'lsa ham, amalda bu kategoriya hech qanaqangi amaliy ahamiyatga ega bo'lmagan. Ya'ni bir qo'shiladimi, qo'shilmaydimi, bu hech qanaqa davo chorasiga, xavf darajasiga hech narsaga ta'sir qilmagan. Shu sababli hozirda ushbu kategoriya olib tashlandi, sex kategoriyasi va barcha uchun bir xildagi shkala qoldirildi. Chats shkalasi. Xo'p, endi ballarni hisoblab bo'ldik. Ballar asosida tromboemboliya xavfi qanday bo'ladi? Shuni baholashni ko'rib chiqamiz. Agarda ballarimiz 2 ballga teng va undan yuqori bo'ladigan bo'lsa, bunday bemorlarda tromboemboliya xavfi yuqori. Bunday bemorlar antikoagulant davo qabul qilishi shart. Keyingisi 1 ball olingan bo'lsa, tromboemboliya xavfi o'rta darajada. Bunday bemorlarga antikoagulant davo bergan ma'qul. Lekin shart emas, bergan yaxshi degan tavsiya beriladi. 0 ball bo'lsa, bunday bemorda tromboemboliya xavfi
past. Bunday bemorga antikoagulant davo berish shart emas. Bu Chasva shkalasi bo'yicha va shu qo'llanmada shuningdek keltirib ketilganki, Chasvani qo'llashingiz majburiy emas. Agarda mamlakatingizda boshqa turdagi tromboembolik xavf shkalasi mavjud bo'lsa, o'shani qo'llab, o'sha orqali o'sha asosda antikoagulant davoni boshlashingiz mumkin deb ketilgan. Lekin bilishim bo'yicha bizda O'zbekistonda alohida shu tromboembolik xavf shkalasi mavjud emas va deyarli barcha kardiologlar Chasva shkalasidan foydalanishadi. Endi shu Chasva shkalasini hisoblagandan keyin bemorlarga qanday qilib antikoagulant davo beriladi, qachon beriladi, qanday dozada, qaysi turdagilari beriladi. Bular haqida keyingi videolarimizda sizlar bilan suhbatlashamiz. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shular. Bizni kuzatib boring, ilm olishdan to'xtamang.